Dunyoda bir mamlakat borki, Britaniya imperiyasini sindirgan, Sovet ittifoqini parchalagan, AQShni 20 yil urush olib borishga majbur qilgan. Bu Afg'oniston. Uning yerlarini hali biror imperiya o'zlashtira olmagan. Afg'onistonni baland tog'lar o'rab turadi. Tor yo'laklar mamlakat ichiga kirishga imkon beradi, lekin qaytib chiqishni juda murakkablashtiradi. Shu bilan birga Afg'oniston, Eron, Pokiston, Hindiston, Xitoy va Rossiya o'rtasidagi kesishgan nuqta hisoblanadi. Agar kimdir Afg'onistonga egalik qilsa, u Markaziy Osiyoni ham o'z nazoratiga oladi. 1839-yilda Lord Auckland boshchiligida 16 ming kishilik Britaniya kuchlari Kobulni egallaydi. Biroq oxir-oqibat 16 ming kishidan faqat doktor William Brydon tirik qoladi. 1979-yilning dekabr oyida Leonid Brejnevning buyrug'i bilan Sovet armiyasi Afg'onistonga kiradi. Natijada Sovet ittifoqi 15 ming askardan ayriladi. 20 yillik urush ittifoqni iqtisodiy jihatdan sindiradi. Alal oqibat bu Sovet ittifoqining parchalanishiga olib keladi. 20 yildan so'ng 2,3 trillion dollar mablag' sarflab 2400 dan ortiq amerikalik askarni qurbon berib, 7 milliard dollarlik qurol-yarog'ni tashlab AQSh Afg'onistondan chiqib ketadi. Buning ortidan Afg'oniston hukumati qulaydi. Tolibon esa qisqa muddatda Kobulni egallaydi. Afg'oniston xalqi tarix davomida naqd 3 imperiyani tiz cho'ktirdi. Shuning uchun ham Afg'onistonni imperiyalar qabristoni deb atashadi. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unga like bosish va menga obuna bo'lishni unutmang.